Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bizlar kuzatib turgan uzoq akendagi birodarlarimiz. Xudo xolasa biza ya'ni boshlagan obyektimizni topshirdik inshaalloh. Bu ham shu xayr katga qo'yib beramiz. Konditsionniy 30 kilovatlik EPA firmasidan tegishli isitgich qozonlari, rashpaqlar palonki ish qilib, xullas yaxshi narsalar qo'yildi, yaxshi firma bajarib qo'yildi. Xudo xolasa rezultat berdi, qizdi, hamma narsa zo'r, cho'tki, suvlar aylandi, hammasi topli pollarimiz, radiatorlarimiz 170 kvadrat topli poli bor beri. Undan tashqari birinchi etaj, ikkinchi etaj radiatorlari bor. Beri ikki nasos qo'yib beramiz. Epaniki bo'lam. Birisi faqat unitaz uchun ishlaydi. Deshona chiqqan tochkalari, ya'ni suv sepish uchun va unitazlar uchun bu yerda 3 bani bor. İkinci etajimizda 2 bani, pastda 1 bani, 3 ya'ni общий 3 unitazimiz bor. Shuning uchun отдельный nasos bular uchun qo'yganmiz. И отдельный yana 75 lik nasos qo'yganmiz. Bu faqat yuvinish, kotyolni suvini to'ldirish, ya'ni pozdamaki rakovinalari suv bilan ta'minlab berish uchun. Shuning uchun 2 nasos qo'yganmiz. Kanalizatsiyalarimizni ko'rganlaringizni hammasini shumka qilganmiz. Chunki bu yerda kuchni ta'minlab turibdilar. Bu yerda ya'ni kichkina bir choy ichishadigan bir ustak yuz qo'ysalar, ertaga yuqorida turgan odam suv yorib olsa, ya'ni appetit buzilishi mumkin. Shovqini, sesi, ya'ni har xil xayollar olib borib qo'yadi. Shuning uchun shumka qilingan hamma yeri vallarim ko'rsatib, polni hammasi shumka etilgan. Topli polimiz, birinchi etaj, ikkinchi etaj hamma yeri и o'zini topli pol kollektori maxsus nodiydi shitlari bilan, maxsus shitlari bilan qo'yib, ajoyib taxlab beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha nasib bo'lsa, nakopitellarni o'zimiz g'oya bu. Shuni aytib ketinglar, bu to'g'rimi yo'qmi aytib ketinglar. Kommentariyada tushunadilar. Biz o'zimiz fantastik etganmiz buni. Ya'ni nagapitel hisobida qo'yib berganmiz, xudo xolasa. Chiqib, shundaymi, nasib bo'lsa, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar Santec Pro Mardon jamoasini. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, ajoyib qilib hammangizga taxlab beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.